Assalomu alaykum. Alsalar kompaniyasining qadrli mijozlari, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan barcha yurtdoshlarimiz, xabaringiz bor, Ramazon munosabati bilan biz katta konkursni e'lon qilgandik va bir oy davomida mijozlarimiz o'rtasida ushbu konkursni albatta biz tashkil qilib, Ramazon hayiti munosabati bilan g'oliblarni aniqladik va 3 ta o'rin sohibini biz aniqlab olgandik. Xabaringiz bor. Birinchi o'rin sohibi albatta Ismoiljon amakimiz hozir tashrif buyurganlar va Umraga yo'llanma mukofotini albatta hozir topshiramiz. Ismoiljon aka, avvalo muborak bo'lsin. Xush kelibsiz. Rahmat. Avvalo mukofotingizni topshirib qo'ying. Rahmat. Siz bir kun oldin bizdan xarid qilgan ekansiz, konkurs, ya'ni taqdirlash marosimidan bir kun oldin kelib xarid qilganman. O'ylaganmidingiz g'olib bo'lishingizni? G'olib bo'lishni o'ylaganmi, kutilmagan bu. Quvonchli voqea bo'ldi men uchun, kutilmagan hol bo'ldi. Yutaman deb o'ylaganim yo'q edim. Telefon qilgan kunimiz g'olib bo'ldingiz. Uydagilarga aytdingizmi? Telefon qilgan kunimiz ishonmadim birinchi, ishonmadim. Bular bunaqa narsalarni prank bo'lyapti deb o'yladim birinchi. Keyin qarasam, haqiqat ekan, haqiqat bo'lib chiqdi. Uydagilarga aytdingiz? Uydagilarga aytdim. Xursand bo'lishdi. Xursandimiz cheki yo'q. Xursand bo'ldim. Yaxshi, nega Alsalar kompaniyasining mahsulotlarini tanlagansiz? Shu haqida ham gapirsangiz. Alsalar kompaniyasini tanlaganim, Alsalar kompaniyasi bilan uzoq yillardan beri ishlashamiz. Buni kompaniyani narsalari yaxshi, garantiyalari bor, sifati juda kuchli. Shuning uchun Alsalardan olamiz narsalarni biz. Bir umr shundan olib kelgan biz. Panellar, olgan narsalarimiz, o'sha aytgan narsalar, koeffitsiyentlarni, o'sha anovlarni beradi. Shuning uchun shu yerdan olamiz. Mana niyat xolis ekan, umra, ibodat, yo'llanma birinchi o'rin sizga nasib qildi. Tabriklayman va bizda ikkinchi o'rin sohibi Nabijon akam albatta 200 litrli quyosh suv isitgichiga ega bo'lganlar. Uchinchi o'rin sohibi Davron akam esa quyosh yoritgich. Albatta ular ba'zi sabablarga ko'ra ofisimizga kela olmadilar va biz xavotirga o'rin yo'q, ishonchli tarzda jamoamiz bilan pochta orqali o'z xonadonlariga sovg'alarni yetkazamiz. Sizni yana bir bor tabriklayman. Rahmat. Xayrli qilsin. Alsalarni tanlaganingiz uchun. Rahmat. Yana bir bor sizga minnatdorchilik bildiramiz va bunaqa konkurslarimiz, bunaqa hali sovg'alarimiz sizga bisyor. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Demak, aziz do'stlar, ikkinchi o'rin sohibi Nabijon akam hamda uchinchi o'rin sohibi Davron akamizning sovg'alari mana bantiklarini taqib tayyor qilib qo'ydik. Endi ular tomon albatta sovg'alari yo'l oladi. Bizni kutinglar. Aziz yurtdoshlar, bunday konkurslarimiz hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting. Yashil energetika bo'yicha barcha mahsulotlarni Alsalardan xarid qiling.